Voy, bilin, shoshilib turganda mana shu yetmay turibdi. Chiqqin farosatsiz yirtaman hozir. Va! Chiqqin, hozir chiqqin. Ayiraman. Yoyib ayiraman, chiqqin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mashina sizdan emasmi aka? Qanday qilib mendan bo'ladi? Otni qashqasiday Chevroletdan deb yozib qo'yibdi-ku. Bilmabman, men Mersan deb o'ylabman. Sen aqllisan. Qanaqa odamsan, qanaqa farosatsizsan, onam kasaldir, xotinim tug'ayotgandir, kelgin yirtaman lekin. Assalomu alaykum ukajon. Assalomu alaykum. Tinchlikmi uka? Aka, mana farosatsiz qo'yib ketganini qarang. Onam kasaldir, bansaga shoshayotgandirman. Shunaqa qilib qo'yadi moshinani aka. Ukajon, asabiylashmang. O'shaqa mol shofyorlar ham ko'pda. Ijozat bering, o'sha mana shopirda so'kshamaylimi? So'king. Ey, darmiyat ekansan. Iflos ekansan, chiqqin yirtaman. Summa tashiyli. Biling, ha, iflosda u. Chiqqin. Merichagi yo'qchagida inson hozir chiqqin. Aka, mashinani egasini tanimaysizmi aka? Bir kamni sen qovding. Nima endi hamma mashinani egasini yozib yurishim kerakmi? Men qayerdan bilaman? Odam deb so'rabman-da sendan mol. Xollingga seni. Farosatingga. Ukajonim, men senga achinib ketyapman. Yomg'irda ham uyib ketibsan. Qara, shamollab qolishi mumkin. Shu pravani sotib olgan mol shofyorlar ham bordi, ukajonim. Shu mashinani qizib turgin, ko'nglim sezyapti. O'sha shofyor hozir chiqadi, haydab ketasan, uka. Yaxshi siz bor ekansiz aka, ko'nglimga taskin bo'lib turibsiz. Ukajonim, siqilma, asabingni asra. Sandan ham, mandan ham qolar bu dunyo. Voy, ular yomon yedim-ku.